Yangi yil bayrami o'trinlikka bolamni yormadim degan reysimga shunday reysim kommentariya ketdim. Bolalarga hech qachon qanaqa deb usulga qo'ymayman, что men ular bolalarim degan uchun обязан emasman, men xohlasam qilishga. Men ularga aytdim. Bizda shunaqa bayram yo'q, nishonlanmaydi, lekin agar xohlasanglar ertaga borishinglar mumkin, bayram qilishadi va sizlarga sovg'a beradi. Bog'chadagi bayramingdan seni majburlab men olib qoldimmi? Yo'q. Qatnashmaysan dedimmi? Sani bayramga bormaysan dedimmi? Qatnashmaysan bayramga dedimmi? Hech kim menga hech kim biladi. Sen nima bormaysiz? Degan aytdim, yo'q dedim. Ha, sovg'ani oldim, chunki men sovg'a berishga hech ham qarshiligim yo'q. Men yoshligimdan beri hech qachon yangi yilni nishonlamaganman. Shunga qaramasdan kimdir nishonlashiga qarshi emasman, chunki oyim bizani erkin fikrlab o'rgatganlar va men bu narsani normal qabul qilaman. Sovg'ani olishim keladigan bo'lsak, sovg'aga qarshiligim yo'q. O'trinliklarda she'r aytirishadi va unga podarkani Qorbobo berdi deb aynan mana shu so'zni men bolalarimni shu narsani eshitib katta bo'lishlariga qarshiman. Bu mening shaxsiy fikrim. Har juma bolalarimga o'zlari xohlagan, hattoki u zararli bo'lsa ham tanlovlarini olib berishga harakat qilaman. Balki kichkina bo'lishi mumkin, balki katta. Bu hafta juma kunida ular Freeni tanlashdi. Men esa Elvisdan olib berishni tanladim. Menimcha bolalarni xursand qilish uchun aynan yangi yilni kutish shart emas.